Assalomu alaykum, hurmatli sport muxlislari. Sizlarni kanalimizda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugungi videorolikimiz faqatgina futbol bilan bog'liq emas. Shuning uchun bugun sizlar bilan hurmatli sport muxlislari deb salomlashdim. Videorolikimiz nomidan ham tushunib yetgan bo'lsangiz kerak, bugungi mavzuyimiz nima haqida ekanligini. Bugun men sizlarga sportda juda ham katta yutuqlarga erishgan eng mashhur 5 ta musulmon sportchilarini ko'rsatib o'taman. Demak, qarshi oling, dunyoning eng mashhur musulmon sportchilarining top 5 taligi. 5-o'rinimizda Sadio Mane, senegalik futbolchining hojatxonani tozalayotgan videoroligi internet tarmoqlarida paydo bo'lganida ko'pchilik juda ham hayron qolgan edi. Chunki Liverpool klubida millionlab maosh oladigan futbolchining hojatxona tozalashi va pol yuvishi juda ham hayratlanarli manzara edi. Keyin ma'lum bo'lishicha, Sadio Mane o'sha kuni aslida Liverpool shahridagi masjidlardan birining hojatxonasini tozalagani va o'sha masjidning pollarini yuvganligi ma'lum bo'ldi. Albatta, ko'pchilik musulmon bo'lgan futbol muxlislari bu holatni tushundilar. Lekin islom dinini bilmagan futbol muxlislari esa hozirgi kungacha senegalik futbolchini millioner bo'la turib, o'sha kuni nega hojatxona tozalab, nega pol yuvganini hozirgacha tushuna olmadilar. Sadio Mane'ni Liverpool bilan qo'lga kiritgan sovrinlarini sanab o'tishimizga hojat yo'q menimcha. Lekin senegalik bolalar uchun qurib bergan maktablarini va kasalxonalari haqida gapirib o'tmasak bo'lmaydi. Menimcha butun dunyodagi musulmonlar uni ibrat qilib ko'rsatsak ham bo'laveradi. 4-o'rinda Mesut O'zil, Londonning Arsenal klubi futbolchisi. Mesut O'zil Angliya chempionatining uchrashuvlaridan birida muxlislaridan biri unga qora non uloqtiradi. O'zil esa bu muxlisining hurmatsizligiga e'tibor ham bermadi. Aksincha, yerdan non bo'lagini olib peshonasiga surtdi. Maydonning bir chetiga, ya'ni hech kim bosib o'tmaydigan joyiga ohista yoyib qo'ydi. Bundan tashqari, Mesut O'zil Real Madridda to'p surib yurgan vaqtida Cristiano Ronaldoga Qur'on o'qishni va bir nechta oyatlar o'rgatib qo'ygan. Bu haqida shaxsan Cristiano Ronaldoning o'zi aytib bergan edi. Mesut ham havas qilsa arzigulik musulmonlardan, shunday emasmi? Bizning 3-o'rinimizda Paul Pogba. Mening bolaligimdagi ochlik va qiyinchiliklarni yengib o'tishimga aynan musulmon bo'lganim sabab bo'lgan. Chunki yo'qchilikdan mening tengqurlarim narkotik savdosiga va jinoyat yo'liga kirib ketganlar, deya ta'kidlab o'tgan edi 27 yoshlik fransiyalik futbolchi. Pogbaning otasi emas, faqatgina onasi islom dinida bo'lgan va uning onasi Pogbani ham xuddi o'zi kabi shu dinda bo'lishini xohlagan. Shuning uchun Pogba raqiblar darvozasiga kiritgan gollarini onasiga bag'ishlaydi va u shu yo'l bilan o'z vaqtida uni islom diniga boshlaganligiga minnatdorchilik bildiradi. Bundan tashqari futbolchi xayrli haj safarini ham kanda qilmaydi. 2-o'rinimizni yana bir Liverpool klubining misrlik futbolchisi egallaydi. Muhammad Salah Misr xalqining haqiqiy qahramoni desak ham bo'laveradi. Muhammad Salah Grek qishlog'ida tug'ilib, o'sha yerda voyaga yetgan. Hozirgi kunda esa Muhammad aynan o'sha yerda kasalxona va maktablar qurgan. Eng e'tiborlisi, Salah qiz bolalar va o'g'il bolalar uchun o'z qishlog'ida alohida maktab qurdirgan. Bu hali hammasi emas. Muhammad Salah yoshligi o'tgan qishlog'i uchun uning rivojlanishiga xayrli katta miqdorda pul ajratadi. Muborak Ramazon oyida esa u o'zi ulg'aygan qishlog'iga kelib, har bir oilaga sovg'a ulashadi. 1-o'rinda Habib Nurmagomedov. Hozirgi kunda Habib dunyodagi eng mashhur musulmon sportchisi hisoblanadi. Habib 2018-yildagi Konorga qarshi jang uchun juda ham katta miqdorda gonorar oladi va Afrikadagi qashshoq va yordamga muhtoj musulmonlarning yoniga shoshadi. Habib o'zining bu pullariga afrikaliklar uchun maktab, kasalxonalar, uylar quradi va eng asosiysi, Habib ko'plab qishloqlarga quduq qazdirib ichimlik suvi bilan ta'minlab beradi. Habibning bu yordamdan minnatdor bo'lgan mahalliy xalq minnatdorchilik sifatida uning suratlarini u qurib bergan maktab va shifoxonalarga joylashtirganlar. Habib Nurmagomedov bu insondan hammamiz ibrat olsak arziydi. Shunday emasmi azizlar? Do'stlar, bugun sizlar bilan baham ko'rmoqchi bo'lganlarim mana shulardan iborat edi. Agar sizga ushbu rolik ma'qul kelgan bo'lsa, like bosishni unutmang va videoroligimiz sizga yoqqanligi haqida yozib qoldirishni ham unutmang. Men esa sizlar bilan unchalik uzoq bo'lmagan muddatga xayrlashaman. Ungacha esa xayr, omon bo'ling.